umuman millionlab odamlarning ko'nglidan joy olgan burgerlarni yeb ko'rdim. Hardee's burgerlari Amerikada juda ham mashhur. Dunyo bo'ylab 3000 dan oshiq filiallari bor. Bu noodatiy burgerlarni ko'pchilik porsiyasi katta, to'yimli bo'lganligi uchun yaxshi ko'radi. Bu yerda standart hamda premium burgerlar bor. Masalan, men premium Portobello mushroom burgerini yeb ko'rdim. Buni sochniligini qaranglar, mazasini-chi aytib bera olmayman. Mana qilib jingali kartoshka frini oldin ko'rmagan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Qoluvchilar uchun chicken rolllar ham bor. Men standart burgerdan yana famous starni ham yeb ko'rdim. Buni ham kotletlari sochni, bulchkasi ham boshqacha. Eng asosiysi halol sertifikati ham bor. Agar bu yerdan kombo, ya'ni burger free ichimlik oladigan bo'lsangiz, ichimligi kun davomida restoran yopilgungacha sizga tekin ekan. Xullas, rostmana amerikancha burger yemoqchi bo'lsangiz, hech ikkilanmasdan Hardees'ga kelavering. Shahar bo'ylab 3 ta filiali bor. O'zingizga qulayga boraverasiz. Men Toshkent City Mall'ning 3-qavatda food courtda joylashgan filialiga keldim. Narxlarini Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Bu videoni burger ishqibozlariga jo'natib qo'ying.